Bugungi videoda sizlar bilan yengilmas beshlik a'zosi Yo'lbars haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Film News kanaldasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. Yo'lbars Kung Fu Panda multfilmidagi eng mashhur va kuchli qahramonlardan biri bo'lib, u yengilmas beshlikning yetakchisi hisoblanadi. U ustoz Shifu tomonidan tarbiyalangan va uning eng yaqin do'sti va ittifoqchisi hisoblanadi. Yo'lbarsga Angelina Jolie ovoz bergan. Yo'lbarsning ustozi ustoz Shifu. Yo'lbars yengilmas beshlikning ajalmas a'zosi va Gongmen va Jade maktabida o'qigan. Yo'lbarsning kuchlari va qobiliyatlari zo'r jismoniy kuch. Yengilmas beshlik a'zolari ichida eng kuchlisi og'ir toshlarni ko'tarishi, devorlarni bemalol sindira olishi mumkin. Bu bo'lmaganda kung fu ustasi va ajroho jangchisi bo'lardi. Ikkinchisi intizom. Yo'lbars juda jiddiy va tartibli, qattiqqo'l fe'l-atvorga ega, juda kam kuladi, lekin vaqt o'tib pok yegach xarakteri o'zgardi. Uchinchisi klassik Yo'lbars uslubidagi kung fu. Tiger Style kung fu uslubi mukammal egallagan. Uning zarbalari juda kuchli va tez. Rahbarlik qobiliyati ba'zi hollarda po yo'qligida yengilmas beshlikka rahbarlik qiladi. Har doim jamoaning xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadi. Yo'lbarsning xarakteri va rivojlanishi dastlab so'q, hissiyotsiz, faqat jangga e'tibor qaratgan, keyinchalik do'stlik, ishonch va o'zgarish orqali po bilan yaqinlashgan. Ichki kurash, o'zining hissiyotlarini ko'rsatish va boshqalarga ochilishni o'rgandi. Yo'lbars bolaligida boshqalardan ajralib yurgan, chunki uning kuchi va g'azabi uni boshqalardan yiroqlashtirgan. Shifu uni tarbiyalab, o'z kuchini nazorat qilishga o'rgatgan. Yo'lbars Kung Fu Panda multfilm olamidagi eng kuchli jangchilar qatorida turadi va uning jang uslubi, yengil raqiblari hamda mag'lubiyatlari bu obrazni yanada chuqurroq tushuntirishga yordam beradi. Yo'lbarsning jang uslubi Tiger Style kung fu, zarba va bosimga asoslangan, kuchli va tez zarbalar, oyoq bilan kuchli tepishlar, ko'proq himoyadan ko'ra hujumga tayyor, oldiniga intilish, himoyani yorish, ustunlikni o'rnatish, g'azab va ichki kuchdan foydalangan holda kurashadi, lekin u nazorat ostida bo'ladi. Jangda har doim tartib, nazorat va aniqlik bilan harakat qiladi. Yo'lbars yenggan raqiblar Bor Bandits. Kung Fu Panda ajoyib afsonalar multserialida Yo'lbars yolg'iz o'zi butun bandit guruhini mag'lub etgan. U kuch, tezlik va aqlli strategiya bilan kurashgan. Bu opa-singillari uchta sehrli kuchga ega bo'lgan yovuz ayol qaroqchilar guruhini yenggan. Yengilmas beshlik a'zolari bilan birgalikda ularni to'xtatgan, lekin asosiy jang Yo'lbars va maymunga to'g'ri kelgan. Uchinchisi Tong Fu. Kung Fu Panda ajoyib afsonalar serialidan. Aql bilan va po'lat tayoq yordamida Yo'lbars uni yenggan. Tong Fu qaroqchi va manipulyator bo'lsa-da, Yo'lbars uni o'zining kuchini ishlatib yenggan. Yo'lbars yutqizgan janglar Tailun. Ustoz Shifuning sobiq shogirdi. Yo'lbars unga qarshi kurashda mag'lub bo'ladi. Sababi Tailun o'ta tajribali, tez va kuchli. Shuningdek, Tailun leopard uslubini ishlatadi, lekin Yo'lbars Tailun bilan jangda juda yaxshi jang qilgan edi. Ikkinchisi Lord Chen. Kung Fu Panda 2 multfilmida chiqqan, yengilmas beshlik guruhini to'liq mag'lub qilgan. Yo'lbars katta jasorat ko'rsatgan, lekin Shenning qurollari va strategiyasi oldida yengilgan. Bu jangda po ularni qutqarib qoladi, lekin Yo'lbars buni qutqaraman deb ko'p marta o'z hayotini o'rtaga qo'ygan. Kai Kung Fu Panda 3 multfilmida Kai ruhlar dunyosidan chiqqan yovuz kuch. Yo'lbars va boshqa jangchilar bilan kurashadi, lekin ularning chi energiyasini so'rib oladi. Bu jangda faqat po va pandalar Kayni mag'lub eta olishadi, lekin Yo'lbarsning chi quvvatidan, jang qilish uslubidan va kuchidan Kay ham hayron qolgan edi. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamlar sizlarning videolaringizni ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni, chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerni tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegramlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi.
Xullas, Yo'lbars juda kuchli jismoniy va ruhiy jihatdan intizomli jangchi. U doim o'z ustida ishlaydi, lekin quyidagi hollarda yutqizgan dushmanlar oddiy kuch bilan emas, balki aql, strategiya, sehrli kuch bilan hujum qilganda. Shunga qaramasdan, u doim jangga qaytib, hech qachon taslim bo'lmasdan dushmanlarni yengishga harakat qilgan. Faqat Kayni yenga olmasligini bilib, Po'ning oldiga qochib ketgan. Ko'plar Yo'lbarsni Po'dan kuchli deb hisoblaydi. Shaxsan men ham Yo'lbarsni Po'dan kuchli deb o'ylayman. Kuch bo'yicha, tezlik bo'yicha, mahorat bo'yicha va yana ko'plab narsalarda Yo'lbars Po'dan ustun, lekin Po asosiy qahramon va unda qobiliyat bor. Shu uchun Po Yo'lbars qila olmagan va yenga olmagan raqiblarni Po yengadi. Agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yengilmas beshlikning boshqa a'zolari haqida ham video qilaman. Kommentariyada qaysi beshlikning a'zosi haqida video qilishimni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin, chunki kanalda har doim qiziqarli videolar chiqishda davom etadi. Kung Fu Panda multfilmining barcha qismlarini va Film News kino kanalidan ko'rsangiz bo'ladi. Kanal silkasi opisaniyada. Agar videoga like bosgan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi video Sentry va Supermanning battle videosi haqida bo'ladi. This is what you trained me for.